Bilarmidingiz? Xitoyda, ayniqsa shimoliy hududlarda qish juda qattiq sovuq bo'ladi. Shuning uchun hayvonlar kasal bo'lmasligi va tez vazn to'plashligi uchun fermerlar ularga maxsus issiq qishki kiyimlar, kombinezonlar kiygazishadi. Bu hazil emas. Hatto hayvonlar uchun maxsus puxavik tikadigan kichik sanoat ham mavjud. Bu fermerlar uchun katta foyda. Ozuqa tejaladi va hayvonlar sog'lom bo'lib qoladi. Chunki ko'plab kichik xo'jaliklar uchun to'liq isitiladigan binolar qurish juda qimmat. Shuning o'rniga puxaviklar arzon yechim. Taxminan 5 yevro turadi va 2-3 mavsum xizmat qiladi. Hatto puxavik kiygan sigir kulgili eshitilsa ham, bu haqiqiy amaliyot va sovuq qishlarni oson o'tkazishga yordam beradi. Endi savol, sizningcha bunday usul O'zbekistonda ham ish beradimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.